operatsiya qilib, ximioterapiya qilib, siz onkologiyadan qutulib ketdingiz. Lekin shu keyinchalik saraton paydo bo'lmasligi uchun yoki paydo bo'lganda shuni qanaqa qilib vaqtida aniqlash uchun nima qilishni bilasizmi? Unda yaxshilab eshiting. Ayniqsa bizning mentalitetda operatsiya bo'lgandan keyin ximioterapiya yoki nur terapiyasi olgandan keyin bemorlarimiz kuzatuvdan umuman chiqib ketadi, ya'ni butunlay sog'aydi deb turib boshqa onkologga iloji boricha balki qo'rqqanligi sababli boshqa onkologga murojaat qilishmaydi. Lekin bu sizlarning qilgan eng birinchi katta xatoinglar. Nima uchun? Onkologiya paydo bo'lgan organizmda keyinchalik yana onkologiya paydo bo'lishga moyillik bo'ladi. Shuning uchun bizda onkologlar tomonidan ishlab chiqarilgan protokol standart bor. Bu nima degani? Yaxshilab eshiting. Agar siz spes, ya'ni maxsus davoni tugatganingizdan keyin nima qilish kerak degan savolga javob olmoqchi bo'lsangiz, birinchi yilda siz 4 marotaba tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Bu standart holat. Misol uchun eng ko'p uchraydigan bu oshqozon raki. Oshqozon rakidan qutulgandan keyin kasal, albatta kasal yaxshi bo'lsin, zo'r bo'lsin, hech qayerda og'rimasin, ichi kelsin, hammasi yaxshi bo'lgan taqdirda ham birinchi, 3 oylikda, ikkinchi safar 6 oylikda, 9 oylikda hamda 12 oy, ya'ni 1 yil bo'lganda shu oralig'lar mobaynida albatta tekshiruvlardan o'tish kerak. Bunga MSKT burchni polosти с внутривенным kontrastом, ko'krak qafasini o'pkani kontrast qilish kerak, albatta gastroskopiya qilish kerak, qon analizlari hamda onkomarkerlar. Bu birinchi yil. Ikkinchi yil esa har yarim yilda, ya'ni 6 oyda va 12 oyda quyidagi yuqorida aytib o'tilgan tekshirishlarni albatta o'tish kerak. Nima uchunligini keyinroq sizlarga tushuntiraman. Va 3-yildan boshlab turib butun umr 1 yilda 1 marta albatta shu tekshirishlardan o'tish kerak. Agar xirurgga, vrachga nimadir yoqmaydigan bo'lsa, 3 oy, 6 oy srokka vrach qisqartirib turib 1 oyga, 2 oyga deyish mumkin. Bu tekshirishlarni qilishdan asosiy maqsad, boya aytib o'tdim, yana bir marta eslataman, shu organizmda onkologik kasallikning paydo bo'lishga moyillik bo'lganligi uchun eng ko'p retsidiv, ya'ni kasallikning qaytalanishi 1-chi, 2-chi, 3-chi yilda bo'ladi. Shuning uchun 1-chi yil juda ham tez, 2-chi yil o'rtancha, ham 3-chi yilda 1 yilda 1 marta tekshirish boshlanadi. Agar kasallik qaytalangan taqdirda ham biz uni boshlang'ich bosqichda aniqlaymiz. Albatta boshlang'ich bosqichda aniqlangan o'smani biz bilamizki, katta ehtimol bilan operatsiya qilib olib tashlash ehtimoli bor. Bizni bemorlarimiz ko'pincha shu o'smadan qutuldim, men yaxshi bo'ldim deydi, shundan ketishib. Agar onkologiya paydo bo'lmasa yaxshi, lekin onkologiya, ya'ni rak paydo bo'lgan bo'lsa, ular hammamiz bilamiz, boshlang'ich bosqichda onkologiyaning rakning hech qanaqa belgilari yo'q. Ular o'tkazib turib, misol uchun 1-chi, 2-chi bosqichni shu 4-chi bosqichga olib kelishadi. Unda yana kasalning ahvoli og'irlashadi. Undan tashqari davolanish muddati juda ham uzayib yoki davolanish juda ham agressiv bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun agar sizga kimdir ximioterapiya qilgan bo'lsa yoki sizga kimdir operatsiya qilgan bo'lsa, bu doktor bilan siz konkret protokol tuzib olishingiz kerak, ya'ni 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik jadval. Oldiga kelib turib shunchaki tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Yaxshiman, zo'rman degan narsaga ishonmanglar, o'zingizlar aldamanglar. Agar sizlarga qanaqadir tekshiruv kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilishingiz mumkin. Men yordam berishga tayyorman.